Yandex menga maxfiy paket yubordi. Voy. Ochib ko'ramiz. Ochmoqdamiz. 70% paxta, 26 polyester, tort elastan. Ketdik. Boks qo'lqoplari. Jab ketdi. Jet ham ketdi. Endi nega ular shunday? Bu boks qo'lqoplari emas, krogilar. Ularni faqat Moskvada berishadi. Bularni velosipedchilarga qo'llari muzlamasligi uchun berishadi. Davom. Lekin bu biroz g'ayrioddiy ko'rinadi. Ammo savolim bor. Nima uchun bu yerda kesilgan? Kuryerlar uchun ponchomi? Lakfkaracha. Afsuski, poncholar Ispaniyada emas, Qozon, Krasnodar, Yekaterinburg, Nijniy Novgorod va Novosibirskda beriladi. Fikaracha. Bu narsani Moskva va Sankt-Peterburgda. U meni qanday hayratda qoldiradi. Orqa tomoni qora poncho, iflos bo'lmasligingiz uchun 100% polyester va suv o'tkazmaydigan singdirma. Bu narsa menga yoqadi, chunki qora qirralari bor. Men ozginroqman. Orqa tomoni qanday? Ha, bu ham qora. Va oxirgi narsa. Bu qanday tayyorlangan? Voy xudoyim. Kuryerlar xollamasa, bu yongirchaq ixtiro qilingan. Bosh uchun ham bor. Mana, toliq gidroizolyatsiya shunday ko'rinadi. Yandex edaga ishlamoqchimisiz? Mening havolam bilan 15 ming rublgacha bonus olasiz. Toliq videoni ko'ring.